lardan mazlumlarning haqqini olib berishda ham namuna ko'rsatgan. Hokimlar va sifohiylardan qay biri xalqqa jabr zulm yetkazganini bilsa, darhol unga nisbatan chora ko'rgan. Uning adolatli hukmdor ekanining yana bir isbotini keltiramiz. G'anim tomonidan birorta navkar biz uchun qilich ko'targan bo'lsa, u o'z yurtining tuzini halollagan bo'ladi deydi. U dushman navkari bo'lsa ham hurmatga sazovor, chunki o'z yurtini himoya qildi, deya ta'kidlaydi. Agar birorta navkar jang davomida o'z sohibidan yuz o'girib Amir Temur etagini tutmoqchi bo'lsa, sohibqiron uni o'zining eng yomon dushmani deb biladi. Chunki rahbariga sadoqat saqlamagan kishi boshqaga ham shunday xoinlik qiladi. Bu uning eng og'ir va tang vaziyatlarda ham adolat bilan ish tutishiga yana bir karra dalildir. Amir Temur o'rta asrning buyuk davlat arbobi, ulug' sarkarda, kuchli, markazlashgan davlat asoschisi, ilm, fan va madaniyatning homiysidir. U o'z davlatining konstitutsiyasi bo'lgan Temur tuzuklari asarini yozgan. Amir Temur davlatni idora qilishda adolat bilan ish ko'rgan. Amir Temur Hindiston va Xitoydan Qora dengizga qadar, Orol dengizidan Fors qo'ltig'iga qadar g'oyat katta hududni egallab olgan ulkan saltanat tuzgan va davlatni qonun asosida boshqardi. Sohibqiron ochiq yuzlik, rahmu shafqat bilan xalqni o'ziga rom etgan. Xirojni, deydi u, ra'iyatdan kaltaklash bilan emas, ogohlantirish, tushuntirish yo'li bilan undirishni tayinlaydi. Sayyidlar, olimlar va fozil kishilar uchun uning eshigi doim ochiq edi. Ko'ngli buzuq, himmatsiz kimsalarni majlislariga yo'latmas, uzoqni ko'zlab ish yurituvchi keksa tajribali kishilar bilan ko'p ham suhbat bo'lardi. Hech kimdan o'ch olish payida bo'lmasdi, deb yoziladi tarixiy manbalarda. Salkam 700 yil o'tsa ham Amir Temur yashagan davr, uning qizg'in faoliyati jahon olimlarini ohangraboday o'ziga tortib, katta qiziqish bilan o'rganilmoqda.